Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2025-yil 29-noyabr sanasi. Bugun bizda dam olish. 6-kun va bozorga dam olish bu yerda. Ko'pchilik so'rashadi. Finlandiyada oylik qancha deb ko'p odam qiziq so'raydi. Hop, Finlandiyada soatiga 17 euro, 18 eurodan pul to'lashadi. Har xilda 16,5 har xil to'lashadi. O'rtachasi shu 17 eurodan to'g'ri keladi. Xo'p, bir oyda 160 soat ishlaysiz. O'rtacha dollarga hisoblaganingizda $2,800, $2,900 atrofida chiqadi bir oyda. Haftada 5 kun ish kuni 8 soatdan. Bu yerda ish tartibi shunaqa. Xo'p, 2,800-2,900 atrofida oylik chiqadi. Undan endi kvartira pulingiz, yeb icharingiz, yo'l puli, hamma narsa o'zingizdan. Bir oyda 600 so'm rasxodingiz bor. Shunda bir oyda 600 so'm rasxod qilsangiz, endi o'zingiz uchun agar ko'proq nimadir olaman, narsa olaman desangiz, $700-800 ham rasxod qilasiz bir oyda. Endi o'rtacha $600 rasxod qilinadi bir odam o'ziga. Mana shunaqa bundan qolganini uyga yuborsangiz bo'ladi. Bu yerda haftada 5 kun bo'ladi. Agar bu yerda ham bir haftada 6 kun ishlab 10 soat ishlasangiz oylingiz ko'p bo'ladi. 4,000, 4,5 ham chiqadi, lekin unaqa ish berishmaydi. Kamdan kam bo'ladi unaqa ish. Asosan ishi 8 soatdan iboratda. Bu yerda pulni to'g'ritadi. Va yaxshi, Yevropada oylik nisbatan yaxshi. Ham bu yerda endi dokumentalniy bo'lgandan keyin ko'chada yurishingiz yaxshi, militsiya boshqasi bezovta qilmaydi. Taraflama yaxshi. Mana shunaqa oylik to'lashadi. Ko'p odam qiziq so'raydi mendan. Men shuni aytyapman. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling.